Vatandaşlık şeylerini sözlep bulduk. Endi siz bilen muhakeme kılaylı. Bugünkü islaha 2020 yıl 8. ayının 22. günü haftaga şembe yukarıda sözledik leksiyelerini. Bu qarz pul 1912 yılı. Şu vaxtki Gomindan hükümetiga qarz berilgan. Çünkü bu hükümet Şenxay inqilabı arqali Mancheng yoki Manchu Xitoylar hokimiyatini ag'dirib tashladi. Undan keyin bu hokimiyatning yoki shu yangi qurilgan davlatning iqtisodiy asosi yo'q. Bundaq chaqda o chet ellardan qarz olish kerak. Qarz deganda beraveradigan qarz emas. Şunun için şu vaqtki oltinni orqa terak qilib o'tirib Gomindan hükümeti zayım tarqatgan gap. Demek bu zayımni hozir Amerika Qo'shma Shtatlar Amerika xalqining pulini yoki bankadagi pulini chiqarib setib olgan gap. Bu yerda aytilayotgan 1 trilyon 600 milyard dollar o'simi bilan qo'shganda shundoq pulmi yoki üsümsiz, hazır üsümünü eğizge ama şu vakti şunda setip algan zayım mı? Onun işçidandan 2 milyar, 2 trilyon depti, 2 trilyon dolarlık zayım depti. Bu kandak gap. Bu hazır yeşmeyen gap, hiç bəmegen gap Amerika avazının haberde. Kandak bilişiden qat'i nazar bu pul intayın gayet zor pul ki vatandaş. 1 trilyon 600 milyard dolar pul. Hükümet noktasından aytganda hazır bu pulni qarz algan Gomindan Tayvanda turibdi. Tayvanda Gomindan bu pulni qaytaray desa Amerika Qo'shma Shtatlar bir jungo siyosatini ijro qilib, Tayvanning mavjudligini inkor qilib yoki diplomatik munosabatni uzib, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyatidan diplomatik munosabat o'rnatganda, demak Amerika taraf shunda qilganda va boshqa davlatlarni shunda qilganda e'tirof qilingan davlat jungo hukumati ekan, navbatdagi hukumat undaqda bu qarzni diplomatik munosabat üzüvetilgen Gomindan emas, jungo to'lash kerak bo'ladi vatandaş. Bir hükümet varislik qiladi. Bir davlatning hükümetleri qancha qatim qilib, qo'rilib, qancha qatim ag'dirilishi mumkin. Chunki davlat bo'lib turadigan ish bu, tarixning yuzi bor. Hazır sen 1949 yıl Gomindan'ı qo'g'lab Tayvan'a chiqarib etgan ekansan, demek biz seni bir jungo siyosati sening talabing bo'yicha hozirgacha ijro qilgan ekanmiz yoki shuning ching turgan ekanmiz. Bugun pulni yoki biz zayim setib olgan pulni qaytar. 1 trilyon 600 milyard dolar pul. Vatandaş hozircha jungoning hisobotida yoki privot zapsida 2 trilyon pul qoldi deyilgan edi. Agar buni to'lashga majbur bo'ladigan bo'lsa, o'sha qoida bo'yicha jungoda u vaqtda 2 trilyon zapas yoki davlat xazinasi tamom tugaydi degan gap. Undaqda jungo nima qilish kerak? Bu tarafda sizlar bir nima deb bermaymiz, hurmatli vatandoshlar. Bu xabar qiziq bir xabar ekan, mana shunday xabar ekan. Endilikda bu ish bir davlat yoki bir jungo masalasiga taqilib keladigan bo'lsa, agar Tayvan men qaytiraman, lekin sen meni e'tirof qilasan, sen men bilan diplomatik munosabat o'rnatsan deydigan talabni xalqaro jamiyatga qo'yadigan bo'lsa, vaqti jungo kompartiyasi nima bo'lishi kerak? Qanchalik patparaq bo'lishi kerak? Bu shundoq masala o'tirg'isi jungo kompartiyasi nima deb javob qaytarish kerak yoki qanday tadbir qo'llanish kerak? Masalaning nochiligi mana nima yerda ekan do'stlar. Bu asl dastlabki 2 oy burun degandek yoki uch aytgan yarim yil burun degandek jamoat orasida torbetlarda aylanib turgan gap edi. Bugun endi rostga aylandi degan gap. Nima uchun? Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Avom palata va Kengash palata a'zolari prezidentning qo'lidagi huquqdan foydalanib, bugungi o'zining huquqidan foydalanib jungodan bu pulni to'latib olishini, jungo bu pulni to'lab berishini talab qilyapti Kongress a'zolari degan gap vatandosh. Burun torbetlarda ap qashtob aylanib yurgan gaplar bugun rasmiy so'z, rasmiy harakatga, faoliyatga aylandi degan gap.
Bununla yoki Javlijan yoki Xochingin bayonotchilar bu to'g'rida hech nima demadi hozirgacha. Jimla turib oldi vatandoshim. Bundan keyin bir nimadan uni ko'ramiz, o ikkinchi gap. Endilikda hozir yana bir gap nima desa, Jungoning pozitsiyasi o'zgaryapti. Lekin bu pozitsiyaning o'zgarishiga hech kim ishonmaydi. Şengen bir adam yok. Nimişka deyseniz hazır anlasak torbettirde Yangjechi Devlet Mahkemesi azası Jungo'nun diplomatiya işleriga mas'ul yuqori derecelik ameldari biri Singapur'ni ziyaret kılıp, ikincisi Kore'ni ziyaret kılıp, Janubi Kore'ni ziyaret kılıp, aşı devlet rehberlerinden iltimas kılıdı ki, bugün sizler Jungo ile Amerika münasebetinin yaxşılanışıga bir diplomatik hizmet kılıp koyunlar deydiken. Jungo endi şu orunu düşüp kaldı mı deyimiz vatandaş. 2 milyon nüfusu var Singapur. 30-40 milyon nüfusu var Kore, iki parçalangan Kore, yarım arlık Kore devleti. Sen Çavuşan bilen birleşip kançı zamandan beri bu Kore'ni kandak bozak etip geldin. Kandak meskir kılıp geldin. Kandak çetkik kılıp geldin. Bu işler hem adamga ayan. Egendi bugün endi aylanıp gelip bir devletin diplomatiya ameldari Yangjechi Kore'ye gelip Kore hükümeti ve rehberlerden Amerika Jungo münasebetini yaxşılaştırıp koyunlar degen bolsa, bu Yangjechi'nin kötürüp algan zeytun şehi, yani teşlik, madara, muqimlik ve yarışış, münasebetlerini qayta asli keltiriş Amerika ile şundak muddao bilen Kore'ye kelgen bolsa, bu qanchalik aqadi, qanchalik aqmaydi. Biroq bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarning biz o'tgan leksiyamiz degandek pozitsiyasi intayin qattiq. Bu Xitoyga ishonadigan ish yo'q. Xitoyga ishonadigan ish yo'q. Va'dani ko'padi, amal qilmadi, shun ishonadigan ish yo'q. Bu yerdagi eng qiziq bir ish bo'lib, bugungi xabar vatandosh oldingizga keldi. 1 trilyon 600 milyard dollar pul. Merhamet Jungo'luk bir Jungo siyaseti çıngtırımız Jungo biz sizni itiraf kılgan edik. Jungo halk Cumhuriyeti hükümeti dep. Şunlaşkı siz bugün bunu төлeysiz biz Tayvan bilen münasebetimiz yok. Tayvan bilen diplomatik münasebetini üzüvetken edik şu çağda. Endi bu pul ne 1 trilyon 600 milyar dollar pul ne siz төлeysiz Jungo Kompartiyası. Bir işki köy içi vatandaş Jungo'nun bayanatçıları neme deydi onu saklap duraylı.